Benim ismim Adam. Yedler padişahlığının şahzadesi. O yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Ben de Sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım ben. Bana güç kuvvet var! Bu çağda yolvas, eriş yolusu aydınım. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aydınım. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağı değil ve orku kişişini bilin. Biz birlikte rezillik mendiği Dilanta kalesini kelgen olmasına bile köreş kılınız. Qara, o bir sırlık kal'a. İhtimal bu ya 200 yıl ilgir bunun mu qo'rqinchli bo'lsa kerak. Burunqi bir rivoyatda Aqsuv Tiyun bilan Vatila xonimning bu yer tug'anligi, keyin qabih sehri bilan ular o'rmonlikdagi daraxtlardan ozuqlik ilib hayot kechirganligi, oxirida dal daraxtlar qolmay ularning ozuqligini tugaganligi, shuning bilan Aqsuv Tiyun bilan Vatila xonim uyquga ketganligi, har uxlashida 100 yil ya'ni o'rmonlikdagi daraxtlar yetilgich uxlaydiganligi bayon qilingan. Biz uxlayli Vatila. Biz uxlab qolgandan keyin daraxtlardagi ozuqliklar yetiladi. Shuning bilan butun dunyo biz o'tkazgan jinoyatni unutib qoladi. Ensirme suyumligim. Bizning planimiz seni o'z ichiga oladi. Uxlayli. Yaxshi tush ko'rgin kichik saga. Ben avval uyg'onishim kerak. Ahvolning o'zgarishini ko'rib baqishim kerak. Yaxshi tush ko'rgin Tivin saga yaxshi qarag'in. Uxlag'in sago. Yaxshi tush ko'rgin. Shunday qilib ular uxlab qopdi. Rivoyatda aytilgandek, ular 200 yil uxlabdi. Dal daraxtlar o'sib yetilibdi. Burunqidan yaxshi o'sibdi. Agar rivoyat rost bo'lsa, Vatila bilan Tivin yana uyg'onishi mumkin. Ular bugun kecha uyg'onib qolmas. Navod ular uyg'onib qolsin-mu, yanada daraxt yeydi. Lekin seni yemaydi-da. Shunday bo'lishini umid qilaman. Sen meni qo'g'daysan, shundaqmi? Albatta. Ha. Adam, qara! Ehtiyot qil, men ularni qo'rqitib o'tishni xohlamayman. Dila, sen yovvoyi otlarni bir yer to'playmiz degan tandiki, ularning uzun qanoti bor ekan bu. Ularni qo'rqitratmagin. Ajab, meni qo'rqitratmasin demaysan bu. Bo'l, salmon tayyor qil. Vatila qanot otlarni yaxshi ko'radi. Vaqti bo'ldi. Ehtimol ularning qo'shinlari uni uyg'otdi. Ben qanotli qatning kishniga ovozini angladim. Ben uyg'ondim. Saga. Biz ko'p uxladik. Bu cho'qim uyg'ondi. Biz jazma uni tepishimiz kerak. Adam, ishni boshlaylik. Dilo! Yaraysan Adam, shunday qilib nayib yaxshi qilding. Pasrak pushqin buldul og'ini, mana biroz aram bo'lsin. Anladingmi? Ha? Adam bunda qirolib ketsa bo'lmaydi. Endi menni birni tutay. Dal daraxtlar büyük baraqsan bo'lib ketibdi.
Lekin mening uyqum, güzel husni jamolimni asli keltiremepti. Mayli qandoqli bo'lmasin, menda deh kuch bor. Mening kishilarni hayron qoldirgudek qudratim bor. Tevim bilan tayyorlik qilib, bu yerdagi aholilarni ko'gili bormiz. Ularni yana qul qilamiz. Qanot ol. Shuncha qil. Ay, bak tiz bo'lib ketdi. Bu at qilinish xuddi arsh yo'lisiga minganga o'xshaydi ekan. Bu kim? Men texi qanot atqa minish postiga erishammidim. Ma'lum ishon, uningga minsang birozmi uzurlanmaysa. Sen bana Aksoyak Emre'nin teminini eslatib qo'yding. Shundaqmi Sago? Sening Aksoyak tevining sen cho'qim Navatila hanım. Ben seni qul qilaman. Ben bütün gücüm bilen padişahlıqımni tiklashga tirishib, Vatilaning uyg'onishini kutay. Shundoq bo'lishini u mendan bakrak orzu qiladi. Hey, do'stim. U tevinning qandoqligini hozirda bilib qoladi. Adam, sen qayerda? Bu mekishmek oynaydigan chog' emas. Bilamsa, menda qoldirash bo'lib ketyaptimi? Sen demişki hepsini o'qib meni to'g'iltib qo'ysan, Vatila. Nima uchun? Men seni qulga aylandirman. Agar sen xohlamasan, xo'jaligini e'tirof qilmasang, seni bu yerda mangu qotirib qo'yman. Başlaylı. Beni tezrek koyuverdim, beni koyuversanız seni kutkuza alayım. Benim amalım bo'lmasa sen nima qilayotsang? Şimdi sen körüp dur. Bo'ladi, sarkilik eshitdim. Rahmet xonim sizga. Aslida u bir nayron shiltibganda. Men eli pistekni qutqizg'ili bormi? Monskvoy atakullu! Ben seni qutuldurman, Sago. Sen zodi kim? O'zimni bir kechitib qo'yay. Xafa bo'lganligingni bildim. Lekin men qo'rqmayman. Bir ozmi qo'rqmayman. Bu nima degan tonish ovoz? Vatila. Senin qayerdan kelganligingni bilmadim ya. Lekin meni qo'zamni qutuldurib qo'ysan. Ehtimal Vatila men o'ylagandek shaxsiyatchi emas-ku. Oldu Sago, bu yerden tez gidin ulan. Ulan kaçıp yetemeydi. Sırım hepstek. O nimi kılamaydı. Ben bu daraxtaki ozuqluqni sömürme. O meni güçlendirdi. Onun bu yakınım için kelgeligini emdi bildim. Menin nəhsasmıq idi. Hey, qınırlıma! Ben başqalarının dəldirəflər ziyan serişini yaxşı görməyim. Ben xata sezmepdimi? İşensiz Vatilaga ahırı uçurdu. Yani bir kadın yüz uçuraştık. Sen kim? Ben tanımam senden.
Ketkili koy. Oldu saygı, bana başını takkın, müdür olma. Oy! Sen kim? Biz avval bu yerden gidelim, andı sonra. Saga, beni ortadan kovgan. Vatila menin kimligimni so'rayolmadi. Meni unutib ketdi. O jazoga tortilishi kerak. Bu qal'a kirdigan maxfiy yo'l. Bana erişmeyinla. Qal'aga kirdigan maxfiy yo'lni menmi bilaman xonim. Sen ve men, yani heliqi qon. Şinjan yakan muqam yurti yemek içmek mulazimet merkezi xalqimizning yemek içmek adetiga asosan ilg'or uskuna orqali mehnatkash o'g'il qizlarimizning chevar qo'llaridan shaksiz ziyansiz xuruchlardan o'simlik meyi, much, samsaq, suv meyi qatorliqlarni ham ashyo qilib ishlab chiqarilgan ta'mi o'zgacha muqam yurti yog' lozisini ishlab chiqarib, har millat iste'molchilarining samimiy ishonchisiga va yoqtirib iste'mol qilishiga erishib kelmoqda. Taamlarımızdaki isil tetutku, soğuğu salam kılıçtaki kozur mahsulat, muqam yurti yağ lazısı. Yap Adem, çokum uçuruşumuz. Bu yol qal'aning merkezgi tutuşudur. Bilime, sen şahzade adamını özünün kulu aylandırmakçı. Neymiş ki benim sınıf bakmaysan? Çünkü Saga sana işinidir. Ben sana işinime. Bir kul, bir dost qarganda arzmaydiganligini tunib yetdim. Ha? O adamın bilen aklı. Özüne ketkendi. O karanlık kılıp korkunçlu qal'a kirib ketmisi yana. Ben derhal kirib qarab baqay. Bu orada qaram. Ha? Ben ömçüklerini ezelden yaxşı görmeymen. Hiç kişi yok o. Bu iştiyim bile vadilde doğrusu rivayetki rastlığa okşaydı eken. Menimce adam çokum xatar yoluqdi. Menin güzel qal'ayım hazır memilerge okşap qalğan. Kerek yok. Mende güç var. Onu asli keltir alayman. İhtiyat qıl Vatila, güç kuvvet bilen güzel dünya berpa kılanmaysa, onun da göre kullarının hemmisini dostun qaylandı. Nemede döylevatsan. Sen tez arada menin taxtimni ve aksamaklar dünyasını körsen. Men kudretimden alğa ilgilişigi buyruq qiliman. Gördün mü? Bunu ben yarattım. Vatila bilen Tiven'nin taxti. Endi ittifaqa, güç kuvvet güzellikni asli keltir alemde yok. Sen beni qo'rqatmoqchi mı? Men yanını öz taxtimda o'ltiraverman. Vatila, tez bu yoqqa o't. Sen üzerine kaya kim kalganlığını bildin mi? Biraz kışıştırma tutun. Bu model vakti de skattı. Azıcık başına kırıp doğun, keyinci kapezini solap koyarız. Hemen, hazır Tiven'i tapaylı. O İran'ın unuğum hücum kıldıqanlığını oylamamsa.
Vatila, men undan o'ylamayman. Agar o'rmondagi yelqish kisat odamning qaysi biri uning cheqildigan bo'lsa, meni qo'yinglar. Qutqizinglar. Ha? Bu yoqqa berishning amali yo'q. Unutib qoldingmi? Men u qarag'ayni kulga aylantirdimi? Ha, butun qal'ani yiqitib bizni bostirmoqchi. Qarag'anda faqat shu qarg'ayli qal'ani tutashtirib turdi. Bu yoqqa kel. Bu tarafda yana bir yo'l bor. Dila! Ha, Xiyman, bu senmi? Biz hazırlı barımız, Dila. Tez bo'l, tezroq bo'g'in. Agar sening do'sting bilan heliqi Vatila xonim kelsa, ularni biz yaxshi bir taraf qilamiz. Yelqish satablar yana ketdi. Bir asat, sencha rası bir asat. Bunun sebebi uzundan buyon men hamon kuch-quvvatlarni yurdim. Podshohlikni qayta tiklashni, xonishni o'yladim. Lekin bu xil qudrat menga boshqacha qarashli bo'lib, meni mushundaq satlashtiribdi. Undaq sen Tivimmi? Shundaq. Qarag'anda sen men bilan emas, uning bilan birga bo'lishni xohlaydi ekansan. Baxtga qarshi shundaq o'ngsizlik bo'lsa-mu, hozir kuch-quvvat yanada mening ko'tarilligimda. Xiyman, unga qara. Endi Vatila, seni qandoq jazolashni o'ylayaptimi? Men oqso'yaktiman. Mening xatoligimni kechirgin. Biz unchalik ko'p pulga muhtoj emas, balki do'stga muhtoj. Ular erkin bo'lsin. Uni tiz qo'lla. Sen qochib qutulolmaysan, Xiyman. Endi sen Tivinning haqiqiy kuch-qudratini ko'rsan. Tivin, undaq qilma. Sen ko'pchilikni nobud qilsan. Ben qudratimning ilgirlishiga buyruq qilaman. Ben nima ish qildim? Bizning qal'ani hukmron qilding, suyimligim. Bu yerdan tez ketaylik. Tez bo'l. Lekin men nima ishga ketaman? Mening ko'nglimdagi kishi menga qaramasa. Undaq deb o'ylama. Men undaq qilmayman, suyimligim. Bu yoqqa man. Tez. Çatak, Saga, o işin qopdi. Uni men qutuldiray. Keyin ne ketdi? Qo'rqma, Saga. Ben sana yordamlashay. Rahmat senin yardımınga, dostum. Biz qal'aning sirtini ko'rishaylik. Men kirib yana birisini qutqizib chiqaman. Bu yoqqa chiqqan Kalabbay. Çatak bo'ldi, Xiyman uning ichida. Mening razil sehrim bu qadimqi hamma balo qazoni keltirib chiqadi. Razil sehrning hammasi mush ablaqdan kelgan. Uni tashlab o'tdi. Yaxshi qilding, Tivin. Men shunday qilay. Bu rezilliklar mavjud bo'lsa, turmushimiz ko'ngilli bo'lmaydi, Tivin. Erkinlikmi yo'q? Hammanglar yaxshi turgansizlar? Adam, Xiyman boya bizni qutuldirib o'z ichida qoldi. Yo'q, Dila. Men Xiymanning iliq cho'ng ilonni qutuldirishga yordamlashdim. Qasam qila olmaymanki, u ish nima bo'lmadi. Xudoga shukr. U meni iliq 200 inglizcha sigizatiki daraxtdan qutuldirib qo'ydi. Sen yana nimalarni qilding? Menma
Ben Duldul'ni minib bir meydan cho'gladim. Lekin u Duldulning mijozi bek eski ekan. O yana keldi. Ulan nemi degan chiroylik. Qaranglar, u mendan qochmadi. Azaldan bundaq bo'lib boqmagan. Sen burunqiga o'xshamaysan-da. Balki uning birdan menga va'do. Agar tevin mensam, menmi menima? Chiqqan nihoyat oson. Bu yoqqa kelsaga. Mayli. Xayr-xo'sh, do'stlar. Qara. Ular nima degan kelishgan? Haha. Boshqalar Duldulga minib maqsa sening ko'ngling yerim bo'latamda. Men bo'lsam piyoda ketishni yaxshi ko'ratdim. Turib tur adam. Bir kuni sana boshqa bir qahramonni ko'rsatib qo'yaman. Ha. Xuddi Xiymandek. Oh, ehtimol bir kuni deylar. Shundoq bir kun cho'qim keladi. Biz shikoyat uçurduk. Ular 200 yıl uxlatdı. Biz bundakicha uxlashning keragi yo'q. Lekin yetarli uxlash bermayim. Yana bir narsa esingda bo'lsinki, kechda bir asqan sut yoki bir meva kifoya. Uxlashdan ilgari tomoqni bek ko'p yema. Har kuni vaqtida uxla. Uxlashdan avval chiniqma, jiddiylashma. Bo'ldi, yaxshi tush ko'rgin, yaxshi tush ko'rgin har şey olsun.